Qalay xafa bo'lmayman? Muzaffar adashagansan men bilan. 30 yoshga kirgan ukalarim bor. Hali qo'lda hunari yo'q-da. Qat'iyadir ishga kirsa, karochi bo'lmabdi, oylik kam ekan deydi. Mana sen necha yoshsan? 10 yoshman. 10 yoshsan, to'g'rimi? Kanikulda foydalanib, mana shu hunar o'rganib, o'sha qo'lingdan uncha ish keladi, to'g'rimi? Asosiy nima? Hunarni egallayapsan hozir. Elektriklik. Hop. Nimalarni tushunasan o'sha elektrikada, avtoelektrikada? Ko'p narsa. Nimalar ustanobga qila olasan? Nimalarni to'g'rila olasan? 10 yoshga to'libman hozir. Zaslamka yechib tozala olaman, svechni yechib qo'ya olaman. Keyin mana ko'taradigan blok qo'ya olaman. Ularni ham qo'yasan bemalol, to'g'rimi? Diagnostika qilaman. Trigger 12 ga balon programma qila olaman. Ana. Zibros qilaman zaslamkani. Ishtoshlarni jigarlar. Bitta mana shu cho'xonimiz 10 yoshga to'lib shuncha narsani biladi, o'zi hunari ham bor qo'lida. Xudo xolasa ukam kam bo'lmagan. Otangga, onangga rahmat ukajonim. Joning sog' bo'lsin, umring uzoq bo'lsin. Qaranglar, kanalni ham atmetga qilib qo'yaman. Obuna bo'lib qo'yaverasizlar, kuzatsanglar, hamma ishlarni bemalol foydalansanglar bo'ladi xizmatlardan. Ukajonim mana shu adash shu yerda ishlayotgan xizmatda, Sergeli to'rda, shunday avtosalonni orqasidagi servisda. İşte polni ish qilar ekan jigar. Omading bersin ukajonim, xursand bo'ldim. Joning sog' bo'lsin, atmetga qilib qo'yaman kanalni. Xudo xolasa.